Aqiqa uchun echki so'yish mumkinmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. O'zi aqiqa bu aytaylik farz yoki vojib amal emas. Albatta har bir odam borki, aqiqa qilish kerak degan ko'rsatma yo'q. Boy bo'lsa, o'sha bitta qo'y so'yishligi, ikkita qo'y so'yishligi u odamning iqtisodiga ta'sir qilmasa, ana o'sha odamlar qilsin. Endi hozir o'zi kambag'al, o'zi zo'rg'a tirikchiligini o'tkazyapti-da, qarz olib bo'lsa ham aqiqa qilaman deyishlik bu noto'g'ri. Ehson bunaqa qilinmaydi. Ehson balki Alloh yo'lida qodir bo'lsa, uni o'sha kambag'allar uchun qilinadi. O'zi kambag'al bo'lsa, u yana uni aqiqa qilaman deb qarzga botib, o'zini mushkulga qo'yish kerak emas. Yaxshisi o'shinga ketadigan xarajatini bolasini ehtiyoji uchun sarflashlari kerak bo'ladi. Endi aqiqani nimadan qilsa bo'ladi desa, ulamolar aytadiki, aqiqa qo'y, echki, mol, tuyadan qilinadi. Mana shu 4 ta narsadan ruxsat beriladi. Boshqa narsalarda aqiqa qilish mumkin emas. Aytaylik xo'roz so'yish, ot so'yish kabi narsalarda aqiqa qilib bo'lmaydi. Vallohu a'lam.